Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz ayni damda Sherobod tumani Taroqli mahallasida o'sha hozir ijtimoiy tarmoqlarda ancha muhokamalarga sabab bo'layotgan Muqaddas opani uyidamiz birgalikda. Har xil gap so'zlar bo'lyapti. O'zi tikmayapti yoki boshqa joydan sotib olib kelib sotyapti degan gap so'zlarga hozir hech qanday kelishilmagan holda o'zimiz to'g'ridan-to'g'ri uyga kirdik va guvoh bo'lyapmiz va bichish ishlarini olib boryapti. O'lchash, bichish, undan keyin tikish etapiga o'tamiz adashmasam. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaringiz guvoh bo'lganingizdek, Muqaddas opamiz hammamizning ko'z oldimizda mana shu kiyimchani noldan o'lchab, bichish hammasi o'z qo'llari bilan tikib berdilar, hech qanday kamchiliksiz, ko'rishingiz mumkin. Hech qanday nuqsonlarsiz, bir qiyshayib yoki boshqa bo'lib qolgan joyi yo'q. Bemalol ishlarigacha, tikishlarigacha ko'rsatib beramiz. Sherobod tuman hokimligining matbuot xizmati rahbaridan eshitamiz gaplarni. Aka, qanday yordam bera olamiz opamizga? Opamiz bilan tanishdik. O'sha 2 kundan beri xonadoniga tashrif buyuryapmiz. O'sha kun homiy va tadbirkor topgandik. Kiyimlarni 25 ming, 30 ming atrofida dedi o'zlari ham. Keyin sal g'azablanganmikan, o'sha kun til topisha olmadik va noto'g'ri tushuncha paydo bo'ldi. Bizda keyin bu televideniya vakillari ham keldi. Ular bizning gapimizga quloq solmay, ular ommaviy axborot vositalari o'zini fikrlashi bor, o'zini dunyoqarashi bor. Ular kelib haqiqiy holatni o'rganmoqchi bo'ldi. Muqaddas opamiz noto'g'ri tushungan ekanlar. Noto'g'ri ma'lumotlar ketgan ekan. Hozir ko'rdik aniq. Men oldin kelmaganman, oldin ko'rmaganman aynan tikishlarini. Hozir ko'zimiz bilan bichishini ham, tikishini ham, hammasini holatini haqqoniy ko'rdik. Tadbirkor biriktirilgan Yo'ldosh va Maftuna Sherbaraka bozoridan qancha ob'yomda, qancha kiyimlari bo'lsa, o'zlari olib ketib sotib beradi aytgan narxlarida. Unisidan muammo bo'lmaydi. Keyin tikkan kiyimlari 200 ta atrofida dedi. O'sha kuni kiyganlar faqat yangi yil uchun olamiz dedi. Men aytmoqchi bo'lganim, analar kelaverim, ularga kafolat bermaymiz deydi. Yo, o'sha kuni o'sha videodan keyin aniqrog'i o'sha 200 taga yetadigan homiy, ya'ni o'sha kun ertasi kuni yangi yil bayramiga kam ta'minlanganlar uchun kiyim tarqatmoqchi edik. O'shalar uchun berilishi kerak bo'lgan 200 ta kiyimni olmoqchi bo'lib keldik. Keyingisiga shartnoma qiling dedi. Yuridik shaxs bo'lmaganligi uchun shartnoma qilishning imkoni bo'lmadi. Ya'ni biz o'sha tadbirkor borku, o'sha tadbirkorga aytyapmiz. Shuni Alim va Muqaddasda o'zingiz tovarlarni sotib berasiz, unga biriktiryapmiz. Tushundim. O'sha narsaga sizda mahsulotga pul paydo bo'ladi. Undan keyin davomiy ketaveradi. O'sha boya biriktirilgan tadbirkor sizda o'sha do'konni ham ertaga ko'rsatamiz agar borib ko'raman desangiz. Ertaga o'sha press tur tashkil qilyapmiz. O'sha haqiqiy holatni o'rganamiz. Muqaddas opadan intervyu oladi, haqiqiy o'zini kechirmalarini aytib beradi, nima tushunmovchilik bo'lgan, nima holat bo'lgan, hammasi tushuntiriladi. Agar kimda xatolik o'tgan bo'lsa to'g'rilanadi. Endi meni o'zimning shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, u narsa hozircha kerak emas. Chunki faqat ruhiy bosim bo'lyapti opaga. Hozir mahsulotni o'tkazish kerak, qo'liga оборотga pul berish kerak. Оборотga yana material olgandan keyinchalik u narsani qilsa, menimcha o'zim fikrim, ya'ni o'zlaringiz bilasizlar. Hozir faqat ruhiy izlayapti, bo'ldi.